Shayx Abdul Qodir Jiloni rahmatullohi alayh. Rabboniylikni anglash va rahmoniy fayzni qozonish kitobidan 9-majlis. Hazrat Abdul Qodir 545-yilning Zulhijja oyi 20-kunida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bir hadisi shariflarini aytdilar. Musibatlarni yashirish arshning xazinalaridandir. Ibn Javzi mavzuotda keltirgan. Ey musibatlardan bandalarga shikoyat qiluvchi inson, odamlarga shikoyat qilayotgan narsalaringdan qaysi biri senga foyda beradi? Agar sen ularga suyansang, Alloh azza va jalla huzurida ularni sherik qilsang, undan uzoqlashasan. Ular seni Allohning g'azabida qoldirib, Allohdan uzoqlashtirishadi. Ey ilmni da'vo qilgan johil, mol va dunyoni Allohdan boshqadan talab qilishing va yana insonlarga shikoyat etish orqali mashaqqatlardan qutulishni istashing nodonligingga dalolat qiladi. Senga voy bo'lsin. Bir ochko'z it yoki yirtqich qush ochko'zligi o'z tabiatiga qarshi borib, ovni saqlashni o'rganganida sening nafsing ham tabiatini tark etib, diningni yeb qo'ymaslikni, parokanda etmaslikni hamda Allohning omonatiga xiyonat qilmaslikni o'rganmaydimi? Holbuki nafsning ta'lim olishga it va qushdan ko'ra loyiqroq-ku. Nafsning huzuridagi u omonat mo'minning dini, mo'minning nazdida omonat esa uning jasadidir. Ta'lim bermasdan turib nafsni do'st tutma. Agar ta'lim olsa, tushunsa va xotirjam bo'lsa, shunda uni do'st qilib olgin va qayerda uchrasa ham hech vaqt undan ajralma. Agar nafs xotirjam bo'lsa, halim, olim, taqsimotlarga rozi bo'ladi. Sen oq non bilan qora nonni ajratma. Sening yaxshi ishlarda va toatda hayot kechirishing nafsing bilan hamkorlikda kun ko'rishingdan yaxshidir. Agar nafsning tabiati o'zgarsa, dunyoda zohid, saxiy, oxiratga rog'ib, ya'ni qiziquvchi bo'lasan. Aqlli bemor faqat tabib qo'lidan yoki uning amriga odob saqlab, rioya qilgan holda yeydi. Tabibning huzuriga yoki yo'qligida ham ochko'zlikni tark qiladi. Ey ochko'z, ey taomga shoshiluvchi, batahqiq rizqini sendan boshqaga yedirishga qodir zot uni sen uchun tayyorlab qo'ydi. Kiyim, joy, maskan, markab, turmush o'rtog'ingni boshqa kishiga berishga qodir zot ularni senga muhayyo qildi. Bu qanday johillik, sen bir ishda sobit tura olmaysan. Aql, iymon va Allohning va'dasiga tasdig'ing ham yo'q. Agar sen ulug' kishi bilan birga bo'lsang, odobli bo'l. Darrov ajr mukofotni talab qilmagin. Alloh taolo tortishuvchi va janjalkash bilan do'st bo'lmaydi, balki u go'zal xulqli, zohiri va botini xotirjam, to'g'ri, sofdil kishiga hamrohdir. Qadarga rozi bo'lgan har bir kishiga Alloh taoloning hamrohligi doimiy bo'ladi. Allohni taniguvchi u bilan birga qoyimdir. Ey farzand, agar so'zlasang yaxshi niyat bilan so'zla. Jim tursang ham yaxshi niyat bilan sukut qil. Kimki amalidan oldin niyatini muqaddam qo'ymasa, amali amal hisoblanmaydi. Agar niyatni to'g'ri qilmasang, jim yursang ham, so'zlasang ham gunohkor hisobidasan. Sifatlaring sunnatga muvofiq bo'lmasa, foydasiz. Holatlar o'zgargan va rizqing toraygan vaqtda bir luqma sababli niyatingni o'zgartirma. Mol va davlat yemirilgan vaqtda bir kichkina ne'matning yo'qolishi bilan barcha ne'matlarni inkor qilma. Ey odam bolasi, sen o'zi kimsan? Bir tomchi harom suvdan yaralgan maxluqsan. Parvardigoring uchun tavozeli bo'l va o'zingni xor tut. Agar Allohdan qo'rquvchi, taqvodor bo'lmasang, Alloh va solih bandalar huzurida hurmat topmaysan. Dunyo hikmatdan, oxirat esa qudratdan iborat. Ey insonlar, o'zingizni hisob kitob qilib turinglar.
Sizlar Alloh taoloning vakolati ostida bo'lib, huzuringizda hech qanday xabar yo'q. Qalb ko'zlaringni ochinglar. Agar sizlarning birortangizning uyiga bir jamoa kishilar kelsa, so'zni birinchi bo'lib boshlamasin, balki kalomi faqat javob bo'lsin. Befoyda narsalar haqida so'ramasin. Tavhid, ya'ni Allohni yakka deb bilish, farz, halol rizq talab qilish, farz, zarur ilmni o'rganish, farz, amalni ixlos bilan qilish, farz, amal uchun evaz, farzdir. Fosiq va munofiqlardan uzoq, solih va rostgo'ylarga yaqin bo'l. Agar senga bir mushkullik ish tug'ilsa yoki solih bilan munofiq kishini ajrata olmasang, kechasi turib 2 rakat namoz o'qi. So'ng quyidagicha duo qil. Ey Robbim, meni mahluqotlaringdan bo'lgan solih bandalaring tomonga yo'llaydigan kimsalar bilan birga ayla. Taomingdan taomlantirib, ichimligingdan sug'orgin. Yaqin nuringni ko'zimga surma qil. Sening qurbat sharobingdan ichadiganlarga yaxshilik qilib to'ymaydigan, balki yaxshilik qilishda jiddu jahd etadigan va bu yo'lda sabr qiladigan va boshqalar bilan musobaqalashadigan kishilar tomonga yo'llagin. Ular hikmat va ilmni o'rgatgan Robbilariga yetishgan vaqtlarida Alloh taolo ularga o'z qudratini ko'rsatib qo'ydi. Yer va osmonda o'zidan boshqa iloh, o'zidan boshqa beruvchi, man qiluvchi, harakatga soluvchi, sokinlik beruvchi, har bir narsani taqdir qiluvchi va hukm qiluvchi, aziz, musallit, musahhir va qahhor zot yo'qligini anglagan kishilarga yo'liqdir. Ular qalb va ko'ngil ko'zlari bilan ko'radilar. Ularning nazdida dunyo va dunyo mulkining qadr qiymati yo'q. Ey Allohim, bizlarni ham ularga berganing kabi afv va ofiyat bilan rizqlantir. Parvardigoro, bizga bu dunyoda ham yaxshilik ato qilgin, oxiratda ham yaxshilik ato etgin va bizni do'zax azobidan asragin. Baqara surasi 201-oyat. Ey jamoa, taqvoni tark etishdan Allohga tavba qilinglar. Alal xusus taqvo shifo, uni tark qilish kasallikdir. Shuning uchun tavba qilinglar, chunki tavba qilish shifodir. Gunohlar esa kasallikdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir kuni sahobalariga, sizlarga shifolaringiz, ya'ni dorilaringiz va kasalliklaringiz nima ekanini bildiraymi dedilar. Ha yo Rasululloh deyishdi sahobalar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar, kasalliklaringiz gunoh, davolaringiz tavba qilishdir. Tavba iymonning juftidir. Zikr majlislarida va Alloh taoloning itoatida mustahkam turish tavba uchun shifodir. Iymon tili bilan tavba qilinglar, shunda najot topasizlar. Tavhid va ixlos tili bilan so'zlanglar, shunda najot topasizlar. Robbingiz tarafidan ofat, sinovlar kelgan vaqtda iymonni aslaha qilib olinglar. Hazrat Abdul Qodir Jiloniy, Alloh u kishidan rozi bo'lsin, har majlis boshida Alhamdulillahi Robbil alamin deb 3 marta aytar, har birining orasida bir lahza to'xtar, so'ng xalqi adadicha, arshning og'irligicha, o'zi rozi bo'lguncha, kalimalari sonicha, ilmining chegarasigacha va jamiki xohlagan va yaratgan narsalarigacha deb davom etar edilar. G'aybni ham, bor narsani ham biluvchidir. U Rahmon, Rahim, Molik, Quddus, aziz va hikmatli zotdir. Guvohlik beramanki, Allohdan boshqa iloh yo'q. U yolg'iz va hech bir sherigi yo'qdir. Butun mulk va barcha maqtovlar unga xosdir. U doimo hayot, o'lmaydi. Barcha yaxshiliklar uning izmida. U har bir narsaga qodir zot, barcha mahluqotlar unga qaytadi. Guvohlik beramanki, Muhammad uning bandasi va hidoyat va haq din bilan yuborgan rasulidir. U Alloh o'z payg'ambarini hidoyat va haq din bilan garchi mushriklar xohlamasalar-da barcha dinlarga g'olib qilish uchun yuborgan zotdir. Tavba surasi 33-oyat. Ey Allohim,
Muhammadga va u kishining oila a'zolariga salot va salomingni yubor. Boshliqni, imomni va barcha ummatni, rahbar va xizmatdagilarni hifz himoyangda saqla. Ularning qalblarini yaxshilikda birlashtir. Ba'zilarining ba'zilariga nisbatan yomonliklarini ketkaz. Ey Allohim, sen bizlarni qalblarimizdagilarni biluvchisan. Qalblarimizni isloh qil, hojatlarimizni biluvchisan, hojatlarimizni ravo qil. Gunohlarimizni biluvchisan, ularni mag'firat et. Ayblarimizni bilasan, ularni bizdan to'sgin. Bizga qaytargan narsalaringni ko'rsatma, buyurgan narsalaringdan adashtirma. Bizni zikringni unutadigan va makringdan xotirjam bo'ladiganlardan qilib qo'yma. O'zingdan boshqaga yo'llama va bizni g'ofillardan aylama. Ey Allohim, bizlarga ilhom ber, to'g'ri yo'lga yo'lla, nafsimizning yomonliklaridan asra, bizlarni faqat o'zing bilan mashg'ul qilib qo'y. Sendan uzoqlashtiradigan har bir narsa yoki kishilarni bizdan uzoqlashtir. Bizni zikring, shukring va go'zal ibodatingga ilhomlantir. Allohdan boshqa iloh yo'q, Alloh xohlagan narsa bo'ladi. Bizning kuch va quvvatimiz faqat oliy, buyuk Alloh tomonidandir. So'ng yuzlarini chap tomonga burgan holatda oldingi so'zlarini qaytardilar. Keyin davom etdilar. Bizning xabarlarimizni yo'qqa chiqarma, to'siqlarimizni parchalama, bizlarni yomon amallarimiz tufayli ushlama, g'aflatda qoldirma. E'tiborsiz, ahamiyatsiz holatimizda azobingga giriftor qilma deb duo qildilar. Va Baqara surasining 286-oyatini o'qidilar. Parvardigoro, agar unutgan yoki xato qilgan bo'lsak, bizni azobingga giriftor aylama. Parvardigoro, bizlarning zimmamizda bizdan ilgari o'tganlarning bo'yinlariga qo'ygan yukingni yuklama. Parvardigoro, bizlarni toqatimiz yetmaydigan narsaga zo'rlama. Bizlarni afv et, gunohlarimizni mag'firat qil, holimizga rahm ayla. O'zing hojamizsan. Bas bu kofir qavm ustiga o'zing bizni g'olib qil. Shayx Abdulqodir har doim Alloh qalblari va tillariga bergan so'z bilan gapirar edilar. Majlislarni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan vorid bo'lgan xabar yoki kalima va hukamolar aytgan so'zlar bilan boshlar hamda ularni boshqalarga yetkazar edilar. Shuning bilan 9-majlis nihoyasiga yetdi.